Assalomu alaykum, hurmatli matematikaga qiziquvchi yoshlar. Sizlar bilan matematika milliy sertifikat savollar tahlilini davom ettiramiz. Bizda 10-savol: agar x ning qiymati ko'pinchi darajali asos 2, y teng 2 va a teng 3 ga teng bo'lsa, ushbu ifodaning qiymatini toping debdi. Demak, soddalashtirishga oid misol. Soddalashtirishdan oldin, ya'ni qiymatlarni qo'yishdan avval ozgina ixchamlab olishimiz kerak. Mana bu qismda e'tibor berishimiz kerak, ya'ni x ni -1-si va x darajada -2a plus 1. Ko'paytirganda asoslari bir xil, darajasi har xil bo'lgan sonlar qo'shiladi. Minus ifodani yozish uchun bir taqsim qilib yoziladi, ya'ni mana bunaqa. A ni minus n'inchisi degani 1 taqsim a ni n'inchisi. A darajada n ko'paygan a darajada m bo'lsa, a darajada n plus m. Demak, mana bu qismda minus ifodani yo'qotamiz. Y ning kubi ko'p taqsim x ni a-chi darajasi. Minus deymiz. X darajada minus 1 ga qo'shaman minus 2a plus 1 da. Mana bu ifodani ko'paygan y. I mana bu joyda plus a ni ham qo'shamiz, chunki bu ham bir xil. Taqsim y taqsim x darajada a plus 1 taqsim x darajada a. Endi mana bu ifodani soddalashtiramiz. Y ning kubi taqsim x darajada a minus 1 bilan 1 qisqaradi. X darajada -2 dan buni ayirsak minus a ko'paygan y. Taqsim y plus 1 taqsim x darajada a bo'ladi. Mana bu ifoda xuddi y ning kubi minus y taqsim x darajada a taqsim y plus 1 taqsim x darajada a. X darajada a bilan qisqarsa, tepadan y ni olib chiqsak, qavsning ichida y ning kvadrati -1. Mana bu qismdan y olib chiqsak, bundan 2 ta, bundan 1 ta qoladi. Taqsim y plus 1 ifodamiz qoldi. Endi mana bu ifodani a kvadrat minus b kvadrat teng a minus b, a plus b qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha yozsak, y minus 1, y plus 1 taqsim y plus 1. Y plus 1 bilan qisqarsa, y ko'paygan y minus 1 degan ifoda qoladi. Y ning qiymati bizda 2 ga teng edi. 2 ko'paygan qavsda 2 minus 1 teng 2 ko'paygan 1 teng 2. Bizda C javob bo'lyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.